Assalomu alaykum. Men Abdulla Qodiriy nomidagi Jizzax davlat pedagogika universiteti pedagogika va psixologiya fakulteti maxsus pedagogika logopediya yo'nalishi 2-bosqich talabasi Hakimova Nigina bo'laman. Bugun bola shaxsini rivojlantirishga yo'naltirilgan texnologiyalar fanidan dars o'tib beraman. Mavzu o'qitishning zamonaviy texnologiyalarini qo'llash. Bunda 3 ta asosiy reja bo'ladi. Birinchi reja o'qitishning zamonaviy texnologiyalari haqida tushuncha, asosiy texnologiyalar va ularning turlari, amaliy misollar va samaradorlikni oshirish hisoblanadi. Zamonaviy ta'limga kirish bugungi globallashuv davrida ta'limda zamonaviy yondashuvlar tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. O'qitish metodlari tez-tez yangilanib boradi. Bu esa o'quvchilarni faollikka chorlaydi. Ularda mustaqil fikrlash, muammolarni hal qilish, jamoada ishlash kabi ko'nikmalarni shakllantiradi. Pedagogik texnologiya va o'qitish texnologiyasi tushunchasi. Pedagogik texnologiya bu o'qitish jarayoni loyihalash, tashkil etish, natijalarni baholashni o'z ichiga olgan uzviy tizimdir. O'qitish texnologiyasi o'quv maqsadlariga erishish uchun tanlangan metodlar, vositalar va tashkiliy shakllanishlar majmui hisoblanadi. Zamonaviy texnologiyalar zarurati. Hozirgi kunda yangi avlod o'quvchilari texnologiyalarga yaqin raqamli vositalar orqali darsni jonlantirish imkoniyati o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi o'zaro faoliyatni kuchaytiradi, mustaqil o'rganish va izlanishga undaydi. An'anaviy va zamonaviy ta'limda solishtiruv. An'anaviy ta'limda asosiy e'tibor o'qituvchiga qaratilgan bo'lib, u bilimlarga yagona manbai sifatida qaraladi. O'quvchilar esa odatda passiv tinglovchilar sifatida ishtirok etadilar. Bu tizimda o'qituvchi darsni rejalashtiradi, ma'lumotlarni yetkazadi va dars jarayonini boshqaradi. Ta'lim jarayoni ko'proq og'zaki tushuntirish, kitobdan o'qish va yozma ishlar bilan cheklangan bo'ladi. Baholash odatda dars oxirida yakuniy shaklda amalga oshiriladi va o'quvchining faqat bilim darajasini o'lchaydi. Interfaollik va ijodkorlik kam bo'ladi. Zamonaviy ta'limda esa o'qituvchi markazda bo'lib, u faol ishtiroki, mustaqil fikrlashi, muammoni hal qilishi qobiliyati rivojlantirishga qaratilgan. O'qituvchi bu yerda yo'naltiruvchi, yordamchi va motivatsiya beruvchi sifatida qatnashadi. Darsda interfaol metodlar, axborot kommunikatsiya texnologiyalari keng qo'llaniladi. Ta'lim jarayoni ikki tomonlama bo'lib, o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida doimiy muloqot yuz beradi. Baholash esa doimiy, ko'proq o'zaro yoki o'zini baholash ko'rinishida tashkil etiladi. O'quvchining faqat bilim emas, balki ko'nikma va kompetensiyalari ham shakllanadi. Interfaol metodlar. Bularga aqliy hujum, baliq skeleti, insert, klaster va debatlar kiradi. Bu metodlar o'quvchilarni dars jarayonida faol ishtirok etishga, fikr bildirishga undaydi. Ular tushunishni chuqurlashtiradi va ko'p tomonlama yondashuv shakllantiradi. Bu yerda klaster metodi va Venn diagrammasining ko'rinishi tasvirlangan. Axborot kommunikatsiya texnologiyalari. Kompyuter, internet, mobil ilovalar, taqdimotlar, Zoom kabilar kiradi. Bular o'qitishning interaktivligini ta'minlaydi. Masofaviy ta'lim texnologiyalari. Zoom, Google, real vaqtli aloqa, YouTube, Telegram esa video dars va resurslar talabalarga geografik erkinlik, vaqtni boshqarish imkonini beradi. Teskari sinf. Bu modelning mohiyati nazariy bilimlar uyda video matn orqali o'zlashtiriladi. Sinfda esa muhokama, tahlil, amaliy topshiriqlar bajariladi. Bu metod o'quvchiga darsga tayyorlab olib keladi va vaqtni tejaydi. STEM yondashuvi. Bu yondashuv orqali o'quvchilar hayotiy muammolarni hal qilish, dizayn va ijodiy fikrlar ishlab chiqish, jamoaviy ishlarni o'rganishadi. Loyiha asosida o'qitish asosiy tamoyil hisoblanadi. Bugungi mavzuning xulosasi shundan iboratki, zamonaviy texnologiyalarni qo'llash ta'limda sifat va samaradorlikni oshiradi. Har bir o'qituvchi doimiy ravishda yangiliklarni o'rganishi, sinovdan o'tkazishi, sharoitga moslashtirib qo'llashi zarur. Bugun o'qituvchi faqat bilim emas, balki motivatsiya manbai ham bo'lishi kerak. E'tiboringiz uchun rahmat. Darsimiz tugadi.